Qarang. Hammasi bir-biriga sirlar ochilib, nima bo'lganini aytib hozir. Yo, biz ham tamada qo'ldan qilib olaylik. Biz bir guruhmi? Bitta qana turibsizlar. Yaxshi bir 5-6 kilo ichib yedingizmi uyga ketishga? Mayli, yeyursin. Buni qolgan oborsangiz ham yetadi. Taniysiz. O'z o'g'illar qamalgandagi bir ushaga aytib ko'radi. Taniymiz dedi. O'sha erkak bir tamada xurshakda o'tiribdi. Eng ko'p tamada yegan erkak qarang sochiq. Eng ko'p tamada yegan erkak Yo'q. Mana qayerdan bilding? Aytaymi, qayerdan? Yo'q, ko'zim bejar. Aniq topdingiz. Kamida 10 kilo. Yana 10 kilo yeyishga imkoniyati bor. To'g'ri topdingiz. Mana betimga ketyapti, o'rta xirida. Bu kishi bo'qib qolgan mashina. Ko'p yegan, qaytib yemang. Lekin 1 gramm yemagan erkaklarimiz bor. Umuman yemagan. To'g'rimi? Yemaysiz. 1 gramm. Ana, nima dedim? 1 gramm yemagan. Bilib turibdi. Chunki u davrda pamada bo'lmagan. Bo'lganda 50 kilo yeydi. Shunday. Hozir mana shu sanatoriygacha dam olishga kelgan ayollar ichida turmush o'rtog'i bilan kelgan ayollar bitta qo'l ko'tarsin. Eri bilan kelgan ayollar qo'rqmasdan qo'l ko'taringlar. Ko'taring. Er o'zinglarnikimi? Yo, eriga bundoq qarayapti. Ko'tarish